va M shaklida oltilik chekishimiz. Endi bulardan qanaqa non chiqadi? Albatta buni video davomida ko'ramiz. Hadi bir xilda chiqishingiz uchun. Al chiqishi. 5000 ga tortdim, tortmaydim yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Hop, bizni ko'rayotgan ko'zda hech ham dard ko'rmasin. Bugungi yangi yil o'ta zo'r. Like bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lamiz. Qadrdonlarim, hayot. Bu tomonda sortnet degan mana birinchi sortda qora uni, kornermi? Hop, bu tomonda nima edi? Uno. Eshma, yurtdoshlarim, endi mana yerda 330 grammlik zuvalarni bostiryapman hozirgi kunda. Sizlar tomosha qilib turinglar. Birga gaplashib, video olaylik. Hop, yurtdoshlarim buni yana ikkita qo'yib to'lab 330 gramm zuvalarni qo'yapsizlar, katta. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Endi bunga sabab albatta men aytayotgan 2 plusdan qo'shilgan. Inshaalloh hozir bundan chiqayotgan nonni ham o'zingizlar ko'rib, bir maza qilasizlar inshaalloh. Chiqqan nonni ko'rib, kommentariyada fikr qoldirsanglar, albatta sizlarning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Qadrdonlarim, videoni o'tkazmaymiz, boshidan oxirigacha ko'rsanglar, albatta nima foydali narsa bo'lsa, sizlarga ulashgim keladi. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan boshidayoq bunaqa turgan narsa bor, o'shani bosib qo'ysanglar, kanalga rivoj bo'ladi, bizga motivatsiya bo'ladi. Mana hozir bittasi 400 gramm, bittasi 330 gramm. Mashinasi 330 gramm yurtdoshlar. Endi bularni hozir bunaqa bosib bo'lgandan keyin, tingandan keyin yasashni boshlayman. Buni o'zingizlar ko'rib, xohlasa guvoh bo'lasizlar. Hop, qadrdonlarim, endi hozirgi kunda mana aytayotgan chekkadagi unimiz 180 ming so'm, 235 ming so'm va mana 315 ming so'm. Endi bunda eshma qilyapti. Hozir mana bostirishni boshladi. Endi bu yerda yarim qop. Bu yerga kelib sizlarga har kuni mana shu lo'nlarga kelib ko'rsatishimizdan sabab mana bunaqa tinch, shovqin yo'q. Videoni ko'rayotganingizda misol bir peli ko'k choyi issiq ichib, yonboshlab ko'rayotgan paytingizda har xil shumlar bo'lib boshlardan og'ritmaydi. Shuning uchun qadrdonlarim shu yerga kelib, tem bo'lib bu yerdagi boshlig'i bizga qadrdon. Nonlarni har xil qilib, asalli qilib ko'rsatib, elga, yurtimizga ozgina nafimiz tegsin degan maqsadda, qolaversa sizlarga foydali video bo'lsin degan maqsadda keldik. Hop, yurtdoshlar, mana endi buni bostirib bo'lindi. Inshaalloh hozir buni bostirib bo'lganimizdan keyin mana yana qolgan izishni boshlaymiz. Qolganini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videodan uzoqlashmaymiz, videoni oxirigacha ko'rib, albatta fikrni kommentariyada yozib qoldiramiz yurtdoshlar. Endi bu yerda yangi 300 gramm, 280 grammdan tortib 400 grammgacha bossa bo'ladigan chekishlarni olib kelganman, komplekt. O'zingizlar ko'rasizlar. Taram, bu yog'ochli bosma. Mana bu yog'siz nonga ham, yog'li nonga ham bossa bo'ladigan nimamiz. Va M shaklida oltilik chekishimiz. Endi bulardan qanaqa non chiqadi? Albatta buni video davomida ko'ramiz. Hop, sizlar ham shunaqa nonlarni qo'lda yasab, xamirini o'rganishingiz kerak bo'lsa, misol uzib bostirib, yasalishi, yopilishi, bitiga qanaqa suzma tayyorlab, qanday surkab, qanday rang chiqarishi kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta ekran ostida raqamlarimizda Instagramda mana Telegram, WhatsApp, imo saytlarim bor. Shular orqali ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Kelib o'rgatib berib keting desanglar ham borib o'rgatib beradigan nimalarimiz bor. Xudo xolasa bemalol borib o'rgatib ham berib kelaveramiz. Hop, yurtdoshlarim, endi asosiy ishga o'tamiz. Zuvalarimiz tinadi. Tingandan keyin yasalash jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa videodan uzoqlashmaymiz. Like bosmagan, yangi kirganlar like. Hop, yurtdoshlarim, obunachilarim, hozir mana olib kelgan narsalarimdan albatta bir andoza sifatida 4 ta 5 ta non yasab ko'ramiz. Albatta bundan chiqqan nonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Fikringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Ungacha
birikda yasalgan nonlarga ham bir ahamiyat berib o'tsanglar, ajab emas, shunaqa yasasanglar, sizlardan non o'ta zo'r va sifatli chiqsa. Hop, to'shadim buni boshladim. Manaqa narsadan borsam bo'ladi. Buni ham sizlarga bundan kichikroq, bu katta, kichkina 300 grammlikka, bu yasayotgan 400 grammlik. Bu apel narsamizni o'zi mayda nonga ishlatiladi. Bu nonga ishlatilsa qanaqa chiqadi? Buni albatta video davomida ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkita qo'lda to'g'lansa shunaqa dumaloq holat bo'ladi. Bitta qo'lda haligidaqa qilib to'g'lansa, o'sha aytganimdek sifatsiz holat bo'ladi yurtdoshlar. Bundoq bosamiz. Mana bitta agar qo'ziqorinimiz shetda bo'lsa, bo'ldi. Bo'lmasa qo'lda ham bitta bo'lishi kerak. Oltili chekishda. Endi buni albatta chiqqan nonlar albatta qo'yamiz bundan. Uni ustiga Hadi uzmoqchisiz. uni ustiga tashlaymiz. Bor. Hikmatni aylantirib olamiz, чтобы podiyumi bir xilda chiqishligi uchun. Bundan bir to'rdona qilib ko'ramiz. To'rdona qilib ko'rganimizdan keyin yana to'rdona ikkichini o'zgartiramiz. Oddiy orzon chekishlardan chiqayotgan, yasalayotgan nonlar. Ikkitida go'shti qalin. Sog'lik. Ikkitida go'shti qalin va qanaqa non chiqadi. Endi mashq holatda to'rdona yasaymiz. To'rdona boshqacha stilda yasab ko'ramiz. Uni ham albatta ko'rib baho berasizlar yurtdoshlar. O'ldirib turish kerak, sababi g'urup kichkina puacha bo'lmaydi, keyin biti yorilmaydi. Bu boshqacha stilda. Mashinaga endi 8likni bosamiz. Davomli 8lik tomchini. Mana 8. Bu qo'ziqorinni ishlatishimizdan maqsad go'shtini bir xilda qilib beradi. Podiyum berishini bir xilda qilib beradi aslanda. Shuning uchun qo'ziqorin ishlatish kerak обязательно. Bu qattiq bosmasdan albatta. Boshqa holatda tursa ham bo'laveradi, lekin mana holatdagisi bir boshqacha bo'ladi. Mana shu holatdagisi bir xil podiyum beradi. Shuning uchun iloji boricha qo'ziqorinni ishlatish kerak.
Yozilgan nom. Buni gabarati bilan buni gabaratini ko'ringlar. Qanaqa qarsa biri gabaratini kattalashtiryapti. Endi bir 9 lik bo'lganda ham bir 9 likni ham bosib ko'rardim. Endi ham ko'rib yo'q bo'ladi. Endi mana shu 400 grammlikni 4,5 ming sotishlik uchun qanaqa qilsa bo'ladi? Buni ham hozir albatta sinab o'tamiz. Buni ikkalasini ham olib qo'yamiz. Buni ham olib qo'yamiz. Mana buni bosib ko'ramiz. Endi bu nechalik 9 lik yo 10 lik? 10 lik. Kabasiz bosamiz va mana qatlamangan bosib ko'ramiz. Qanaqa effekt beradi? 400 gramm non. Padiyomi qanaqa bo'ladi-yu, video qanaqa chiqadi yurtdoshlar? Shundan bir 2 dona, 3 dona qilib ko'ramiz yurtdoshlar. Bunga bitta kavani ham bosib ko'rsam, lekin nima deb o'ylaysiz? Mana bitta bosib ko'raylik. Nima bo'lsa bo'ldi, qanaqa chiqar ekan-a? Qaraydi. O'rtasi katta ketdi deyotganlar uchun albatta nima chiqqandan keyin ko'ramiz. Bungacha olib kelasizlik, nima qilganini o'zimiz stilda yasab o'tamiz. Aslida o'chirib qo'yasizmi? After tushun. Katta narsa bo'lsa podium yo'qolib qoladi, sifati bo'lmaydi deydiganlar uchun-da buni sinab ko'rish kerak oldin mana. Bundan 2 dona yasadik. Bundan 2 dona, bundan 5 dona, bundan 2 dona. Endi buni chiqqan nonni albatta video davomida ko'rasizlar. Albatta like bosib qo'ysanglar, xohlasa. Video davomida yopayotgan joyimni ham aytaman. Inshaalloh nonni chiqqandan ko'rib fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Hop, mana yurtdoshlarim, mana obunachilarim, qadrdonlarim, mana endi shularni yopishni boshladim mana. Endi gapimni spot uchun albatta yopishtirib va chiqqan nonlarni sizlarga ko'rsataman va rangiga ham e'tibor beringlar. Aka plus qo'shilgan plus suxoy moloko o'zimiz shaxsan suxoy men aytayotgan suxoy molokodan. Olmoqchi bo'lsanglar, ekran ostidagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Olaylar Telegram, WhatsAppdan holinglar promoy telefon qilinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh sharmanda qilmasin. Bunga albatta arzon undan qo'shilgan. Endi nonning qanaqa chiqishini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nonlarni cho'ganingizdan keyin yopishdan oldin bir qator mana yoyib bo'lganingizdan keyin chekilsandoq nomiga qilib bosib chiqinglar. Chunki orqasi hammasi bir xilli yopishadi, bir xilli padion beradi. Aslimasiga e'tibor beringlar. Geznani qanlarga bitta urganingizdan keyin ikkinchisi yana geznalarni urmanglar ustiga. Sababi qiyshaytirib qo'yadi. Qovun chiqadi nonda. Buni urgandan keyin yana bitta urmanglar. Ashlingizga e'tibor beringlar. Notni cho'ganingizdan keyin buni not chetini bosib qo'yinglar.
o'rtasi kichkina turibdi, cheti katta turibdi mana. Har qancha yoysanglar ham anaqa bo'lmaydi. Birinchi ikkita qo'lini olib turib, silkitib berib, orqa chekkasiga berib qo'yasizlar. Sababi bir xilda ushlashligi uchun. Cheti ko'tariladi cho'ganingizda. Mana shuni bundoq ezib qo'yasiz mana. O'shani o'rtasiga ham yopishadi. Orqasi ham bir xil tekisda chiqadi. Ularga chit katta deb o'ylagan nima edi? Sizlarga geznamda qiyshiq turgan bo'lishi mumkin, lekin yopsam tomoq chiqadi. To'g'ridan to'g'rasizlar, to'g'ri olasizlar. Bilasizlar, chetiga shirab berasiz. Bunlar ikkinchi tomoni yo'q bo'ladi. Qadrdonlar, men sizlarga videoni cho'zib ana qilmaydi. Yopishtirib bo'lgandan keyin pishayotgan jarayonlarni uzib ko'rsatib sizlarga. Nega sey qilib yopinglar, sey qilib. Chunki tandir og'zidan chiqayotgan havoda nonlarning podyomi zo'r beradi. Xo'p, mayda non bo'lsin, xo'p, katta non bo'lsin. Mana shunda nonlar juda chiroyli va sifatli chiqadi. Patir nonni ham, mayda nonni ham. Albatta videoni o'tkazmasdan bitta like bosib qo'yinglar. Bosinglar. Qadrdonlarim, mana endi konseptga keldik. Mana endi ko'ringlarchi. Mana yo'ldoshlar. Men ham qizartirish kerak edi. Men qizartirmadim. Oftobga ham chiqib bir ko'rsatib, ranglarni ham ko'rsatib qo'yishi. Chunki sizlarga ko'rsatishlik mazada. Buni ko'proq qizartirishim kerak edi. Ko'p qizartirganim yo'q. Mana yaltirash. Mana chiqishi. 5000 ga tortdim, tortmaydim yurtdoshlar. 5000 ga. Qolganini ham ko'ramiz, ha. Mana 5000 so'm tutishadi shuni. 400 grammli, 400. Bu 400 grammli yurtdoshlar. Mana. Endi buni o'rtasini bundan kichikroq qilib yopsangiz ham yana ham chiroyli chiqadi. Yo'q. Buni ikkinchisini uzib qo'yaylikchi. Bu 8li ka'basi bor mana. Mana 6li ka'basi bor mana. 6li. Ikkalasi bir xilda, lekin ko'rinish, gabarit qaysi biri katta ko'rinyapti. Shuni kommentariyada yozib yuboringlar mana. Ko'rinish nimasi gabariti bir xil. Qaysi katta ko'rinyapti. Yana turjaman. Ishlar urilmagani bor. Ramazon. Bu hech nima urilmagan yuziga mana. Oppoq uzamashan sababi sabrim chidamayapti to'g'risi. Mana qadrdonlarim. O'ylachi. Qara sipati. Men 8 seriyada hali pishganini ham bir uzib ko'rsatdim sizlarga. Rangi yurtdoshlar. Rangi.
Mana qatlamali, men yaxshi ko'rgan nima. Yurtdoshlarim, o'ttasi 6 chekichi bor. Albatta, Namangan shahar Chorsu dehqon bozorida savdo qiladigan Baxtiyor va Qobilov oilani qo'l ostidan chiqqan chekichlar. Ustidagi haligi oddiy chap-chaplarga bosadigan spitsa. Chekkasi qalin turadi, o'rtasi kichikroq, lekin gabariti kichikroq qo'shiladi. Mana buni 8 lik o'rtasidagi chetlari ham o'sha spitsa. Buni gabariti kattaroq qo'shiladi. Bilandimi yurtdoshlar? Albatta, non yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like bosinglar, yurtdoshlarim, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, no'yli hamkasblarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bizga motivatsiya bo'lish uchun like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa ko'p kishi ko'rsa, bizni savobimiz ko'payadi degan umiddamiz. Alloh xudo xolasa o'zinglarni ehtiyot qilinglar, musofirdagilar eson-omon yo'liga kelib olishni sizlarga nasib qilsin. Jo'ninglar sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar.